eski minib yurgan mashina so'rasang so'rayman. Ochiqcha boricha aytasiz. Misol video boshida ham, videodan kadrda tashqarida ham sizdan misol maqtab bering deganim yo'q. Bu boricha ayting. Nimaga? Sizni ko'rgan obunachilar mashinaga qiziqib yurgan odamlar ko'radi-da, olish mumkin yoki olmasligi mumkin. Bu sizni fikringiz mijozlarga qiziq. Boricha aytsangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, Ko'paysin og'amiz Qoraqalpog'iston Respublikasidan Xudo xolasa bugun Jaksari olishdi bizdan yana bitta Yakkabalonlikdan. Va olib ketishyapti, o'zimizda gazni quydirishyapti. Aynan nimaga Toshkent Motorsda shu servisda gazni quydiryapsiz, og'a? Birinchi savolim shu. Yaxshi qo'yishadi. Ishonchli, garantiyali holatda qo'yib berishyapti. Garantiyasi ichida bari. Bundan oldingi mashinalarni ham shu yerda qo'ydirgansiz. Shu yerda qo'ydirganman. Xo'p, yurishi, turishi, sifati qanday bo'lgan undan oldingilar? Sifatlari yaxshi. Hali original zapchastlar qo'yib berdim, nazarlar. Yaxshi, men 23 dan beri qo'ydiraman shu. Shu yerda qo'ydirib berasiz. M3 da qo'ydirganman shu. Nazarlar. Xo'p, birinchi olgan mashinangiz Jak M3 bo'lgan. M3 23 da oldim. Noyabr oyida oldim. Hozir 204 mingta yurdi. 204 ming yurdi. Liniyada yuribdi. Jak M3 204 ming yurgan bo'lsa, shu paytgacha nima rasxod qildingiz Jak M3 ga? Rasxod qilganim nima korobkasidan bir cheslanasi yerilib ketdi, shuni o'stirdim bog'ani. Korobkadan. Disiplina deydimi? Yo'q, disiplina emas. Korobkaning cheslanasi yeb ketganda. Ko'p ko'p yurgan hisobiga. Ko'p yurganda 3 ga ketib qolib, shuni ishlatdim bog'ani. Xo'p, Jak M3 bo'yicha e'tirozlaringiz bormi? Yo'q. Mashina sizga yoqdimi? Ko'nglingizga o'tirdimi? Xizmat qilishlari? Yaxshi, bari. Daromad qilish qanaqa sir bo'lmasa agar? Daromad beradi, Xudoga shukr. Ishlashga qarab turib, misol 10 million, 15 milliongacha bemalol topsa bo'ladimi? Endi M3larda 10 million topolmasam 5-6 million topadi. Bemalol topsa bo'ladi. Gap yo'q. Xo'p, og'a, metandan harakatlanadimi, propandami M3? Metan qo'ygansiz. Nechtalik? Bitta 35, bitta 65lik, bir 30 talik. 30 talikka 65 talik, 95 bo'ladi. 220-250 ga deyim yuradi. Gap yo'q. Shunaqa rasxod qilasiz. Metan necha pulga to'ladi shunda? Metan Polnisi. 100 dan o'tadi, bir 2 ming, 3 mingdan o'tadi. 105 mingga borib qoladi. 110 ming atrofida bo'ladi. Maksimali 110 minggacha to'ladi. 250 kilometrgacha yurib beradi. Shahar ichida bu. 200 dan 250 gacha yurib beradi. 220-250 gacha yurib beradi. Endi odam ishiga qancha ko'p solsa ko'paydi. Rasxod ham shunga qarab bo'ladi. Rasxod ketadi, Odam ozroq solib, o'zini toshlayni olsang, unda 250 yurib beradi. Tushunarli. Benzinda rasxod qancha bo'lyapti emishda? Benzinda rasxodni bilmayman. Benzin rasxodni bilmaysiz. O'zi metanda yuriladi. Metanda yurgandan keyin benzin. Gap yo'q. Hozir M3 bo'yicha hech qanday e'tirozlar yo'q. Hamma boshqa tomondan hammasi zo'r chiqdi. Motori, korobka, zatni motor jog'i zo'r. Motor zo'r-a? Garantiya. Korobkada men o'zi shofir odam qaytib haydadi bilmaysan. Chesternasini ketirib olgan. O'zingiz haydamagansiz, boshqa odam haydagan uchun siz bilmaysiz. Shofirimman. Endi hamma odam har xil haydaydi, 5 qo'l barobar emas-ku. Mashina yurishi, hammani yurishi har xil bo'ladi. Shunga qarab o'zim M3 yoqadi. Семейный mashina, uni liniyaga emas, uyga haydash kerak ekan. Gap yo'q. Bundan oldin 1 oy oldin adashmasam, yana Sanray oldingiz, Qo'shbalonlikdan. Endi Yakkabalonga olib chiqib ketgansiz. U mashina yurishi bilan bu mashina endi minib ko'rasiz-ku. Bu mashina yurishi qanday bo'ldi? Bu mashina yurishi yaxshi. Sinovdan o'tdi u ham. Benzinda qalay yursa, gazda shulay yurtadi. Shunday qilib sportivniy injektorlarni qo'yib, как положено, bari italyanskiy shunday zotlarni bosib, originallarini bosib beryapti. Yurishi benzin qalay yursa, gazda ham xuddi shunday yuribdi. Shunaqa yuribdi. Hop, unga nechtalik qo'yilgan gaz balon? Unga 210 talik, 3 ta 50 talik, 2 ta 30 talik qo'yildi. Shunday. 210 bo'ladi. Necha pulga to'layapti, necha kilometr yuryapti unda? Uni toshni men o'zim shu yerda to'ldirib ketganda 250 ga yetmaydi deyman. 234 ming bo'ldi polniy. Polnisi. Necha kilometr yurdingiz shunda? Trassada 300 dan o'tib kiradi. 300 dan o'tadi. Shu trassada-da. Trassada. Endi ana o'rtada shahar ichida bo'lsa 250 o'rtacha yuradi, plus minus. 280 shunaqa. Gap so'z yo'q. Xudo xolasa bunga og'a 1 minut vaqtingizni olaylik, og'a. Narzul aka. 1 minut suhbatingizni olaylik. Assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Ishlar zo'rmi? Xo'p, aka, 3-mashinani qo'yishingiz ekan, Ko'paysin og'amizga. Hop, bunga nechtalik gaz balon qo'ydingiz? Qanday bo'ldi? Misol bundan arzon joylar ham bor-da. Og'amiz ataylar bizni tanlashyapti. Nimaga? Birinchi o'rinda sifat, zapchasi, yurishdan rozi ekanlar, to'g'rimi og'a? To'g'ri. Uchinchi mana uchinchisini qo'yishyapti. O'zini kelib uchinchisini qo'ydirish menimcha uncha-munchasi emas. Nimaga? Sinov o'tgani uchun, garantiyali bo'lgani uchun, ishonchli bo'lgani uchun qo'ydirishyapti. Shunaqa. Assalomu alaykum avvalambor. Tog'am bilan 2023 dan beri tanishmiz. M3lariga qo'yib berganmiz, o'zini aytib o'tdilar. Bu 3-mashinalari Sunray mashinasi. Bunga 3 ta 60 litrlik
Ha. 2 30 litrlik qo'yib berdik. Birinchi sanliklariga 3 ta 50 talik, 2 ta 30 talikdan qo'yib berdik. Probeg yana ham ko'proq bo'lsin deganlariga litrajini sal ko'paytirdik. 240 litr qildik. Xudo xolasa, dalnida 350 kilometrdan eng kamida 400 kilometrgacha masofa yurib bera oladi. Bunga zapchastlarni polniy original qo'yganmiz. Высокоскоростной injektorlar, variator qo'yganmiz, Polshadan miya qo'yganmiz, reduktorlarni italyanskiy qo'yganmiz. Shlankalar polniy fagumit bilan. Tagini ham gaz ballonlarini joylashtirishni ham polniy kronshtaynda qo'tirgan, tepadan teshmaganmiz misol. Tagidan kronshtaynlab berib, o'zini ramasiga gaz ballonni chiroyli qilib yubilgan. Akkuratni qo'yilgan. Любой kishi usta ko'rsa ham, klientning o'zi ko'rsa ham, любой kishi ko'rsa, havasi keladigan qilib, chotka qilib, idealni qilib, maksimalni qo'ldan kelguncha yuvelirni qilib, ustanovka qilib berdik aka. Xudo xolasa, hozir mashina qizib turibdi, dokumentlari ham bo'lgan, zapravka qilib, bitta nastroyka qilib beramiz. Xudo xolasa yurishlari, xudo xolasa o'sha benzinda qanday yursa, o'shanday yurib beradi. Tortishlarda umuman muammo bo'lmaydi. Sifat har doim aka sifatli narsa sal qimmatroq turadi. Keyin biz aka motoriga ham bu kishiga garantiya beramiz aka. Qolgan joylar motoriga garantiya bermaydi. Zapchastlarimizga ko'proq garantiya beramiz. Klient bitta narsadan ko'ngli to'q bo'ladi, что mana shu yerga qo'ysa, hamma zapchast misol aldanmaydi yo boshqa narsa bo'lmaydi, dublikat yo Xitoy qo'yilmaydi, hamma zapchast original qo'yiladi. Misol to'g'risi o'zimiz salonda olinyapti, o'zimizga qo'yilyapti. Biz Xitoy zapchast yo podelka zapchast qo'yishga haqqimiz yo'q. Maksimal motoriga ham garantiya beradi. O'sha uchun hamma zapchastlarni maksimal original qo'yib, shu klient ham ovora bo'lmasin, baraka topsin, biz ham baraka topaylik, ishimiz ham hadeb buzilib, bizni bezovta qilib o'tirmasin deb. Birolar hamma mijozlarimiz viloyatga chiqib ketadi. Ko'pchilik 90% viloyatga ketadi. Surxondaryo, Qashqadaryo, Qoraqalpoq, Xorazm, Buxoro. O'sha uchun viloyatga borgandan keyin muammo bo'lib, bizga kelib o'tirmasligi uchun shunday qilamizki, maksimalni harakat qilamiz, shu klientning ishi bir martaga bitib ketsin, ustaga boshqa ish tushmasin deb harakat qilamiz. O'shanga yarasha zapchastni qo'yamiz, narxi ham o'shanga yarasha chiqadi. Misol, любой joyga shu zapchastlar bilan hisoblashtirsa ham, misol shu summa kelib chiqadi polibon. Lekin klient yutadigan tomoni motoriga garantiya berayotganimiz, ish professional, hamma bo'lgan o'zingizdan bilasiz, necha yildan beri jaklar, birinchi jaklarga o'zimiz qo'yganmiz. Birinchi O'zbekistonga kirib kelgan jaklar, Sunraylar kirib kelgan, keyin M3, M4, mana 2.800 lar kirib keldi. Misol hammasiga birinchi bo'lib mana servisda qo'yganmiz. Bilamiz qaysi mashinaga qanaqa jihoz bilan qo'yish kerak, qanday yuradi, necha kilometr yuradi, hamma ma'lumoti bor. Tajriba katta bor. Shunaqa aka. Endi bo'la haligi jaksaraylar boshida metalli holatga kelgan-ku. Shunaqa. Problemasi bilan kelgan. O'shalarni ham nastroykadan o'zi to'g'rilab bergansiz. Boshqa yana ligirovka qilib. Ko'p keladi aka. Bundan ko'ra shu o'zimizda hozir benzinli kelyapti, konkretni garantiyali holatda mana nazolikamiz qo'yib berishadi. Sizga ham jaksara kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol постановление telefon qiling, operatorlar to'liq ma'lumot berishadi. Va gazni ham konkret garantiyali qo'ydirgingiz, cho'ntagingizga ham yurishingizga sifati bo'yicha albatta garantiyali bor joydan qo'ydirgingiz yaxshi. Tem bo'lib narzolikamiz 3 yildan beri misol jak bo'yicha ishlab kelishyapti. Jakda metan qanday tushadi, propan qanday tushadi, hammasi bo'yicha ma'lumotlar bor. Aziz obunachilar. Men shuning uchun qo'rqmasdan tavsiya qilaman. Misol ko'chaga chiqib qo'ydiradigan bo'lsangiz 1 million, 2 million rayis saqlash mumkin. Oddiy bitta zapchasti ham 3 xil, 4 xil turi bor akalar. O'shanga qarab turib narx-navoni o'ynatadi, sizga arzonroq. Havas ketib ketasiz, ertaga mashinangizga bir muammo chiqadigan bo'lsa, ertaga ko'nglingiz to'lmay qolishi mumkin. 1-2 million so'm konkretni garantiyali qo'ydirgingiz menimcha cho'ntagingizga ham ishingizga, yurishingizga, kuningizga yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. To'g'rimi og'a? Shunaqa. Noto'g'ri gapman. Og'a, sizni ko'nglingiz to'lgan, xudo xolasa mana 3-chisini qo'ydiryapsiz, обязательно. Mashinadan rozimisiz? Roziman. Menejerlardan rozimisiz? Rozimiz. Xudo xolasa, xayrli barakali bo'lsin. Bu mashina ham xudo xolasa. Og'amiz o'zi biznesmen ekanlarda, mashina olishar ekan, bitta shofirda ishlik qilishar ekan. Ya'ni bitta kimgadir ishlik qilib, oilasini tebratishga yordam qilishadi. Bu ham hammani qo'ldan kelmaydi. Boshqa odamni tirikchiligiga sababchi bo'lib qolishadi. Ham bir tomondan savob, ham o'zlarini bizneslarini rivojlantirish uchun yaxshi foyda bor. Siz ham shunday bizneslarga qiziqib yurgan bo'lsangiz, albatta keling Jaksari yoki Jakemi chentorlar bemalol xarid qilib, daromadingizni yana ham oshirishingiz mumkin. Nima deymiz aka? Oxirida, videoning oxirida. Salomat bo'linglar, 24/7 Xudo xohlasa xizmatdamiz, ishlaringiz chiroyli qilib, sifatli servis va salon xizmati bemalol Toshkent Motorsga aloqaga chiqaverasizlar. Biz xizmatdamiz. Obunachilar bitta qiziqtirgan savoli bor. Hozir kecha kunduzda Jaksariga necha soatda gaz qo'yib berasiz? M3, M4 larga necha soatda qo'yib berasiz? M3, M4 larga 3 soat plus minus vaqt ketadi, bularga 1 kun vaqt ketadi.
Jaksariyaga bir kun. Sanrega bir kun vaqt. Sabab turbina motor bo'lgani uchun. Turbina motor tagiga keyin 5 ta balon joylashtirib chiqamiz. Ish Vaqt ko'p oladi. bo'ladi buni. Shunaqa. Puli to'g'risida batafsil ma'lumot olish uchun telefon qilish Nomerlarga kerak. telefon qilsalar. Hammaga rahmat. Like bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Biz sizlar uchun mana shunday obzorlar qilishda davom etamiz. Keyingi viloyatga qayerga chiqaylik? Yaqinda Buxoroga chiqib keldik. Qaysi viloyatga chiqaylik? Yozinglar kommentariyaga, sizlar uchun chiqamiz. Shu yoqqa borib mashina ko'rsatamiz. Qaysi mashina qiziq bo'lsa, yozib qo'ysanglar, обязательно chiqamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Og'a, sizga ham rahmat. Fikringiz uchun. Og'a, sizga ham rahmat.